Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda tayanch harakat tizimi xastaliklardan aziyat chekayotgan 1,7 milliard nafardan ziyod kishi yashaydi. Achinarlisi, bunday kasalliklar nogironlikni keltirib chiqaruvchi omillar orasida hamon yetakchi o'rinlardan birini egallamoqda. Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida shu kabi patologiyalar yuqori texnologik muolaja usullari yordamida samarali davolanyapti. 2025-yilda markazda salmoqli natijalarga erishildi. Xususan, o'tgan yili bu yerda umurtqa pog'onasi kasalliklaridan hisoblangan yaxshi sifatli o'smalar, umurtqa kanalining stenozlari, disk churalari, spondilolistizlarni endoskopik usulda muolaja qilish o'zlashtirildi. Tana hajmi og'ir bo'lgan bemorlar uchun mo'ljallangan MRT apparatini xarid qilinishi bu katta yutuq bo'ldi. Sababi avvalda faqatki ko'pgina shaharda mavjud bo'lgan MRT apparatlari faqat tana vazni 100 kilogramgacha bo'lgan bemorlarni tekshiruv imkoniyati bor edi. Vazni yuqori bo'lgan bemorlarda tekshiruvlar juda qiyinchilik tug'dirgan edi. Shu qiyinchilikni mana bartaraf qilindi. Rivojlantirilayotgan sohalardan bittasi bu sun'iy intellekt. Mana kuni kechagina hindistonlik mutaxassislar bilan maxsus vizual ko'zoynak yordamida endoskopik jarrohlik operatsiyalarining amalga oshirilishi bo'ldi. Ilg'or davlatlardan markazga tashrif buyurgan 120 nafarga yaqin xorijiy mutaxassislar ko'magida yangi davolash usullari yo'lga qo'yildi. Qolaversa, yetuk xorijiy olimlar ishtirokida onlayn formatda Respublika travmatolog va ortopedlar ilmiy jamiyatining xalqaro darajadagi simpoziumlari o'tkazilayotgani o'z amaliy natijalarini berayotir. Bizning markazimizda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotidan robototexnikani hozir yo'lga qo'yilish arafasida turibmiz. Bu yilning boshlarida, ya'ni qozog'istonlik mutaxassislar yordamida birgalikda bu jarrohlik amaliyoti O'zbekistonda ilk bor amalga oshirildi, ya'ni tizza bo'g'imini va chanoq son bo'g'imini. Endi robototexnikani gapiradigan bo'lsak, asosiy afzalliklari, ya'ni bu jarrohlik amaliyotini bajarganda, ya'ni xirurg operatsiya jarayonida qo'llashi mumkin bo'lgan xatoliklarni, ya'ni oldini oladi. Undan tashqari operatsiya jarayoni qisqaradi va reabilitatsiya jarayonlari osonlik va tezlik bilan amalga oshiriladi. O'z navbatida muassasaning 47 nafar xodimi o'tgan yil yetakchi xorijiy davlatlar klinikalarida malaka oshirib qaytdi. Shu tariqa ko'krak qafasi tug'ma deformatsiyasi, Poland sindromi xirurgik usulda muolaja qilishga kirishildi. Chanoq son bo'g'imini 3D Logix implanti yordamida revizion endoprotezlash yo'lga qo'yildi. Koreya Respublikasida malaka oshirish davrida u yerda operatsion bloklarni va bemorlarga qilingan sharoitlarni ko'rib juda ham havas qilardim. Mana hozirgi kunga kelib markazimizdagi qilinayotgan operatsiondagi sharoitlar va bemorlarga qilinayotgan sharoitlarni ko'rib juda ham xursand bo'laman. Koreya va undan tashqari boshqa yurtlar bilan raqobat qila oladigan operatsion blokimiz bor va shu jumladan chet elda qilinadigan barcha umurtqa pog'onasi jarrohlik amaliyotlari hozir O'zbekistonda markazimizda qilinadi. Xurshida Alimova 40 yoshda, bolaligidan nogironligi bor. Ikkala chanoq son suyagi tug'ma chiqishdan aziyat chekib kelayotganda, u imtiyozli yo'llanma asosida markazda o'z dardidan xalos bo'ldi. Juda ham kuchli og'riqda edi. Juda ham qiynalardim. Kechalari uxlamasdim. Dorilar ham ta'sir ham ko'rsatmay qo'ydi. Yurtboshimiz tomonidan berilgan, nogironlarga berilgan imtiyozlardan unumli foydalangan holda birinchisida ham, ikkinchisida ham, ya'ni o'ng tarafimda chanoqson operatsiyasini muvaffaqiyatli o'tkazdik. Mana bir hafta bo'ldi, o'tgan hafta edi. Yana bir bemor Sherali Obidov koksartroz, ya'ni ikki chanoq son bo'g'imi boshchasi yemirilishdan aziyat chekib kelayotgan edi. Ikkita tomonga birdan qo'ydirganim mana boshida men oyog'imni ko'tara olmab, hali qo'rqish bo'ladi-da odamda. Doktordan so'rasam, bu o'tadi baribir, jarohatlari joyi, boshqasi deb. Mana Allohga shukr, mana bemalol yurib, bunda ham tik holatda ham bemalol tura olaman. Lekin hali doktorlarimiz nagruzka qilmang. Mushaklarda baribir o'sha endoprotezlar joyiga o'rnashib, boshqa qilguncha nima qilmang. Lekin qarovlar yaxshi. Ixtisoslashgan tibbiy xizmatni tumanlar darajasiga tushirish masalasi ham alohida e'tiborda. So'nggi 1 yil ichida 58 ta tuman va shaharda chanoqson va tizza bo'g'imlari total chanoqson bo'g'imini 3D Logix implanti va GRI endoprotezi yordamida endoprotezlash amaliyotga tatbiq etildi. Telemeditsina orqali og'ir bemorlar markaz shifokorlari ko'rsatmalari asosida hududlarning o'zida samarali davolanyapti. Bu yilgi rejalar ham katta. Markaz va uning hududiy filiallarida sun'iy intellekt asosida ishlovchi diagnostika texnologiyalarini joriy qilish, mutaxassislarimiz nufuzli xorijiy klinikalarga robot texnologiyalari bo'yicha malaka oshirishga yuborish, yuqori texnologik muolaja usullarini tumanlar darajasida ko'paytirish maqsad qilingan.